Bugun uyqudan uyg'onib suv tashidim, krantimizga suv kelgan ekan. Har safar suv 9-10larda kelar edi, lekin yaqindan beri sahar 6larda keladigan bo'lib qoldi. Boshida suv kelish vaqtini 6 ga o'zgarganini bilmay qolib, ko'p marta suv ololmay qoldik va keyin krantni ochib qo'ydik-da, suvni taxminan kelish paytini bilib oldik. Ba'zida menga yozishadi, siz juda ham bo'rttirib yuryapsiz, bunaqa sharoit yo'q deb. Siz meni videoyimda nimalarni ko'rayotgan bo'lsangiz, bizdagi haqiqiy sharoit va hayot ayni shunday. Gaz bor, lekin juda ham sovuq tushsa o'chib qoladi. Suv bor, 2 kunda bir, 2-3 soatga beriladi. Svet bor, ba'zida o'chib turadi. Va men ushbu hayotimdan xursandman. Muhimi sog'ligim borligi va ota-onam, yaqinlarim yonimdaligi. Xullas, o'rtoqlar, qishloqdagi qizinglarda bugungi tongi aynan shunaqa boshlandi. Ko'zim og'rigani sabab oxirgi paytlar telefondan ozgina chetlashgan edim. Bugundan aktivman va sizlarga qishloq hayotini yana ham ko'proq ko'rsatib borishga harakat qilaman.